Aholi salomatligini muhofaza qilish, tibbiy xizmatlar tezkorligi va sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida tez tibbiy yordam xizmati faoliyatini takomillashtirishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Nurobod, Pastarg'om, Bulung'ur hamda Urgut tumanlarida zamonaviy tez tibbiy yordam stansiyalarining qurilib, foydalanishga topshirilishi hududlarda tibbiy infratuzilmani yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Aytish kerakki, mazkur obyektlar 2025-yil tashabbusli byudjet dasturining birinchi mavsumi doirasida g'olib deb topilgan loyihalar asosida barpo etildi. Har bir stansiya binosi uchun 1 milliard 500 million so'm mablag' yo'naltirilib, zamonaviy me'moriy talablarga mos 2 qavatli binolar qurildi. Yangi stansiyalar tibbiyot xodimlari uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish bilan birga aholiga ko'rsatilayotgan tez tibbiy yordam xizmatlari samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ayni paytda Nurobod tumani tez tibbiy yordam stansiyasida 13 ta brigada faoliyat yuritmoqda. Ularning tarkibida 50 nafar shifokor, 96 nafar o'rta tibbiy xodim hamda 69 nafar haydovchi xizmat qilmoqda. Mazkur jamoat tomonidan 168 ming nafardan ortiq aholiga tezkor tibbiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Yangi stansiyaning ochilish tadbirida so'zga chiqqanlar amalga oshirilayotgan bunday islohotlar hudud aholisi salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Mana biz mana shu yerda ishlab, shu yerdan nafaqaga chiqqanmiz. Bizning zamonimizda bunday sharoitlar yo'q edi. Bunday binolarni biz orzu qilganmiz, orzumizda bo'lgan bu binolar. Qarang, bizga shunday sharoit yaratib beribdi-ku davlatimiz. Bu yerdan mana shunday imoratlar qurib beribdi. Bu imoratlarni qadriga yetishimiz kerak.